Alaykum YouTube kanalimiz obunachilari, sizlar bilan Alisher o'z bo'lyapti. Bugungi videoda biz qora agent, qora o'yinchi ochamiz va buni mana sharaf kuchaytirgichda kuchaytiramiz. Iltimos kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Unda biz boshladik. Aytgancha do'stlar, biz Hvicha kvarach hayran oldik. Biz uni bundan oldingi videolarimizda ko'rgan bo'lsangiz, Hvicha yo'q edi. Yaqinda oldik va unda biz videoni boshladik. Kanalga obuna bo'lib qo'ying, iltimos. Ketdik. Men Hvichada birinchi marta o'ynab ko'rmoqchiman hozir. Yaxshi o'ynaydimi yoki yo'q? Aytgancha biz 10 ta obunachi bo'lishimiz bilan bitta obunachimizga beraveramiz bu akkauntni. Shuning uchun obuna bo'lib like bosib qo'ying. Hvicha Bappe pressingda o'lib qo'ydi. Yo'q. Declan Rice. Gol. Declan Rice. Pressing qilib o'ynash kerak asosiysi. Shigarlar. Yana pressingdaman. Hvichami bu? Ha, Hvicha edi. Endi Nuno Mendes. Bappe. Xatolar ko'p bo'lmoqda. Endi bot bo'lgandan keyin bo'ladi. Gol, yana shunday gol, yana pressing, yana xato. Ovozim boryapti, menimcha. Voy, Nuno yaxshi, Hvicha 9 da o'ynayapti. Nechida o'ynadi o'zi? Hvicha. Voy, himoyachi to'sib qoldi. Husanov ajoyib o'ynar ekan. Hamma videomda aytyapman, o'lishlik Husanovni. Hvicha. Van Dijk. Husanov. Hvicha kvara orqaga o'tib ketibdi. Van Bissaka. Birinchi taym tugadi. Reklamaga kirib ketmoqda. Men shu odamlarni ko'rganimda hech yutganini ko'rmayman, sizlarcha. Shu ko'rsatadi, faqat yutqazadi, yutganini ko'rmaganman. Video kamida bir 15 minutcha bo'lsa kerak. Beyte bo'ldi-da. Bellingham, Hvicha. Voy, yaxshi hech ketmadi. Burchak zarbasi. Rafinha beradi. Rafinha, Bellingham. Voy, Husanov deb. Hey. Nuno Patkat tamam qo'ydi. Voy, Hvicha. Hvichani almashtiramiz. Rafinha, Bellingham, gol. Bellinghamdan ajoyib kallada gol. Vitinha pressing. Oldi Vitinha. Bappe Vinicius hozir tushdi. Gol ursa bo'ladi yo pasmi? Tepa olmadi. Kech.
Keçib o'sib yuborildi. Rafinyadan zarba, Mbappe zarba. Voy, himoyachilar ancha blok qo'ymoqda. Rafinya orqadan pressing qilmoqda. Van Dijk, Vitinha, Mbappe qanot bo'shliq. Vinicius kirib zarba, gol emas. Burchak zarbasi. Ajoyib zarba bo'lgan edi. Trent Alexander-Arnold. Rafinyani almashtirib yubordim-da shunga. Rice gol. Gol. Rice, Declan Rice. Yarim himoyachilar ko'p gol urmoqda. Pressing bu Vinicius orqadan olib qo'ya olmadi. Lekin hamon pressing Gabriel Alexander-Arnold bu yerda bor. Rice qanot bo'shliq. Vinicius kallada Mbappe Viniciusga. Vinicius tushishi bilan ajoyib o'yin ko'rsatmoqda va 83-daqiqa. Agar ko'proq dep beradigan bo'lsa, cho'zilmasligi ham mumkin. David, Rice, David. Bir-biriga xalaqit berdi. Vitinha katta yutib qolmadi. Nuno Mendes chiqazib tef bor. Qanotga yana bir David almashtirgan edik. Zarba. Husanov ketadi Salibaning o'rniga, lekin o'yin tugab bo'ldi. Birinchi o'yin turnir hisobida eng yaxshi o'yinchi Declan Rice 2 ta gol uribdi. Voy. Hisob nechta qoldi? Voy, 30 ta yetmayapti. 20 ta. Mana bu yerdan topsa bo'lmaydi. Yerda taktikam bor mana. Bu yerdan oldim. Yo'q. Bu yerda ham yo'q ekan. Mana. Bu yerdan yutqazsang ham o'ynab qo'ysak. Biz qaysi komandamiz? Tatsiomi Fulham akamiz qanday yutmoqchimiz biladi biz. 2 ta qizil bina. Bilet tushida ko'rib yutishimiz. Hop. Tepamiz. Moitami shunaqa qavatamiz. Andersen. Rafael Leao. Leno. Taylor. Isak senaka Isakmisa. Voy, haytavr bitta gol urishga imkoniyat. Voy. Agar yaxshiroq dep bermasa, bir 15 bersa ham zo'r. Yana bitta o'ynaymiz. Voy. Robinson. Tugat o'yinni wey. Tugat. Nechta dep beradi bizga? Voy, shu joyda qotib qolyapti-ku.
Mana bo'ldi videomiz. Connection problemi yo'q. Retri. Ko'rani ham sanagan ekanmiz deydi. To'xtaydi. Yetadi, davay. O'zi mashinada mana taktika galaktika bo'yicha taktika o'xshaydi. Gol. Bitta gol uraylikda hatyapti. Buni birinchi qismini chiqazgan edim. Ketamiz. Mana shunaqa o'ynashga kerak deb juda ham oz qolmoqda. Juda ham mana bu yerlardan olsa bo'lmaydi. Bu yerda sepa berar ekan. Mayli. Eng qizig'i Liverpool. Ketdik. Mayli. Ketdik, tezlash. O'zimni taktikam bor, o'yinni cho'zish bo'yicha. Mana taktikani birinchi rejasi Xavicha orqaroqqa berib ketdi. Yaxshi ma'qul. Mamardashvili. Rafinha. Mbappe. O'ta tez o'ynamoqda Liverpool. Sobaslar ayni kelganini ko'rdingizmi? Qanday tez keldi. Ularga yemayapti Husanov. O'zi yuborasan. Ular qattiq o'ynayapti-ku. Atletico Madrid ishlab ketdi. Liverpoolda. Lekin hujum qilyaptilar. 13 minut bo'ldi videoga. Cho'zilib ketar ekan. Voy ajoyib. Ular qanday o'ynayapti? Kanete Real ko'tmaganmidi? Yo endi ketsagan ekan. Nuno Mendes. Declan Rice Sabaslar ikkita jarima ustulari. Jude Bellingham. Husanov ketib kelmadi. Lekin katta bo'shliq Rafinha. Bu Rafinha Kvaraman edi ekan. Darvozabon. Voy. O'ta ko'p shunaqa xatolardan gol uryapman, lekin hozir bu xatolar ishlab ketmadi. Birinchidan tugadi. Hop. Ketdik. Bellingham pas. Xavicha oldi. Mbappe. Vitinha. Wirtz bo'ldi. Rice.
Vitinha, Mbappe, Pepe. Şoğlagan qimillamay. Nuno, kalla qo'y, davay. Voy. Vitinha, pressing, Wirtz. Nuno Mendes. Hatta ozgina ishlamayapti. Hop. Mbappe o'yinchilarim juda charchadi. Men shu videodan keyin ertagacha o'ynamayman, keyin o'zi tuzalib oladi, charchoqdan chiqadi. Ya'ni tezlashib boshlash kerak. Gol ura olmayapman. Va yana Vinicius yana tushgandan keyin hujum qildi. Voy, burchak zarbasi. Mamardashvili qaytadi. Vitinyadan pas Vinicius zo'r o'ynamoqda. Yamal ham tushibdi. Bilmaman, uzra offside. Gol urmasak yana extra time bo'lib cho'zilib ketadi. Dominik Szoboszlai. Qanday qilib? Mayli, qaranglar, o'zi men taktikammi? Varta ushamasa bo'ldi, davay ushamadi. Yo'q. Qanday qilib Nuno ololmadingiz? Endi olmasa bo'lmaydi. Bo'ldi. Nuno Bervini. Kanate Vini. Mana shu oxirgi imkoniyat. Gol. Anaqda ham De Bruyne oxirgi daqiqada urib ketdi. Biz ham bu yoqda oxirida urib ketdik. Endi qora agent ochishimiz kerak. Video cho'zilib ketmoqda. Yaxshi. Bu yerdan 250 gol. Va kim tushadi? Ketdik. Bismillah deb ochamiz. Va qora o'yinchi, qora agent. Voy. Davlatni ko'rsat, davlat. 8-raqam. Himoyachi Desaillimi? Desailly. Himoyachi yaxshi. Voy, ikkita ko'rqib o'ragan. Yaxshi, endi buni biz kuchaytiramiz. Control. Control. Seshida. Control. Bunga bermaslik kerakda. Speed. Ketdik. Desailly. 86. Strikeri 97 bo'ldi. Zerikarli bo'lmadi. Videomiz zerikarli bo'lmadi degan umiddaman. Yana bir bunday qilaylik. Mana. Speakerga sotsa bo'lardi. Bu yana bitta kuchaytiramiz. Control, stamina, speed. 87 bo'ldi. Mayli, videomiz shu yerda tugadi. Agar yana kuchaytiring desanglar, mana Marmush bilan Davidni sotib kuchaytirib beramiz. Xayr, like bosib obuna bo'lib qo'ying. Videomiz tugadi.